Yengil yumshoq tuproqqa ekib qo'ydik, yaxshilab obdon sug'ordik. Endi biz bu qalamchalarimizni vaqtincha yarim teplichkaga solib qo'yishimiz kerak. Ya'ni Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Ro'parasi bir oy oldin 11-sentyabr kuni biz katta monsterani kesib qalamcha qilgan edik. 8 ta qalamcha chiqqan, 6 tasini suvga solib qo'yganmiz va 2 tasini tuproqqa ekkanmiz. Kanalda batafsil video bor, kim ko'rmagan bo'lsa albatta ko'ringlar. Xudo xolisa hamma qalamchalarimiz tirik. 6 kun oldin suvga solib qo'ygan qalamchalarimiz bittasi tayyor bo'lgan edi. Uni mana tuproqqa ekib qo'ydik. Buni ham videosi bor agar kim ko'rmagan bo'lsa. Bugun ham xudo xolisa 2 ta qalamchamiz tayyor bo'lgan. Mana ko'rib turibsizlar, qo'shimcha ildizlar ham chiqdi. O'zi 6 kun oldingi videoda men sizlarga tushuntirib berdim, monsterani ildizi qanaqa holatga kelgandan keyin tuproqqa eksa bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, qo'shimcha ildizlar ham chiqdi. Hozir birinchi o'rinda shu 2 ta monsterani biz tuproqqa ekib qo'yamiz va videoning oxirida men sizlarga muhim narsani tushuntirib beraman. Do'stlar, mana 2 ta tayyor qalamchamizni tuproqqa ekib qo'ydik, yaxshilab sug'ordik. Endi men sizlarga 3 ta muhim qoidani tushuntirib bermoqchiman. Har qanaqa qalamchani suvda ildiz ottirib tuproqqa olish jarayonida shu qoidalarga amal qilsanglar, xudo xolisa natija 100% bo'ladi. Bu juda ham muhim. Birinchi qoida: suvda ildiz otgan qalamchani boshida juda ham yengil, yumshoq tuproqqa ekinglar. Shunda ildiz suvdan tuproqqa o'rganishi, ko'nikishi juda ham oson bo'ladi. Agar misol uchun suvda o'sgan nozik ildizlarni og'ir tuproqqa ekib qo'yadigan bo'lsanglar, o'rganishi, ko'nikishi qiyin bo'ladi va natija bo'lmasligi mumkin. Do'stlar, endi ikkinchi qoida haqida gaplashamiz. Bu ham juda muhim. Suvda turgan qalamchani tuproqqa ekkandan keyin boshida yaxshilab obdon sug'oringlar. Tuproqni hamma joyini namlash kerak. Ildiz atrofi nam bo'lish kerak. Chunki bu ildiz namlikka, suvga o'rgangan bo'ladi. Biz boshida tuproqda ham shu sharoitni yaratib berishimiz kerak. Hech bo'lmasa 15 kun, 20 kun tuproqdagi namlikni ushlab turinglar. Tuproqni quritib qo'ymanglar. Lekin do'stlar, juda ham ko'p ham sug'ormanglar. Tuproqni misol uchun ho'l, har doim ho'l ushlaydigan bo'lsanglar, chirib ketishi ham mumkin. Mana misol uchun biz hozir obdon sug'ordik. Tarelkasiga mana ortiqcha suv tushdi. Ortiqcha tarelkasidan ham to'kilib ketdi. Shu tarelkasidagi suvda iloji bo'lsa yarim soat yoki 1 soat, uzog'i 1 soat tursin. Shunda tuproq o'ziga kerakli namlikni shim oladi. Va do'stlar, 3-qoida, buni albatta iloji boricha qilasizlar, agar iloji bo'lmasa shart emas. Mana biz qalamchalarimizni yengil yumshoq tuproqqa ekib qo'ydik, yaxshilab obdon sug'ordik. Endi biz bu qalamchalarimizni vaqtincha yarim teplichkaga solib qo'yishimiz kerak. Ya'ni mana salofan paketning ichiga solib qo'yasizlar, faqat salofan paketi tepasi ochiq turadi. Buni yopib qo'ymanglar. Qalamchamiz 5 kun, 7 kun yarim teplichkaning ichida turadigan bo'lsa, o'ziga juda ham tez keladi, barglari shalpayib qolmaydi, barglarini tashlab yubormaydi. Juda ham foydali narsa. Albatta buni hamma o'simlikka qilib bo'lmaydi. Mana shuna kichkina o'simlikka bemalol qilasizlar. Lekin mana bunaqa katta yoki bunaqa shoxli o'simlikka qilish qiyin. Men misol uchun qilmayman. Agar sizlar ham misol uchun yarim teplichka qilmaydigan bo'lsanglar, eng asosiysi yorug' quyosh tushmaydigan joyga qo'yinglar. Mana shunaqa joyga, yorug', soya joyga qo'yinglar. Va joyi issiq ham bo'lmasin, sovuq ham bo'lmasin. Pechkani oldiga qo'ymanglar, chunki pechkani oldida havo juda ham quruq bo'ladi. Issiq ham bo'lmasin, sovuq ham bo'lmasin, mo'tadil haroratda tursin. Va eng asosiysi, har kuni ko'proq suv purkab turinglar. Har o'tganingizda barglariga suv purkab turinglar. 15 kun, 20 kun shunaqa har kuni suv purkab tursanglar, o'simlikda stress bo'lmaydi va o'ziga juda ham tez keladi. Barglarini ham tashlab yubormaydi. Do'stlar, mana shunaqa qilasizlar. Albatta yengil yumshoq tuproqqa ekinglar, ketidan yaxshilab sug'oringlar, 15-20 kun tuprog'ini nam ushlaylar va iloji bo'lsa 5 kun, 7 kun yarim teplichkaga solib qo'yinglar. Yarim teplichkaga sola olmasanglar, har kuni o'tganingizda, har kuni ko'proq, masalan, har soatmi, har 2 soatmi barglariga yaxshilab suv purkab turinglar. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolisa keyingi videolarda ko'rishamiz. Men albatta natijalarini ko'rsatib boraman.